Assalomu alaykum. Ismim Ibrat. Bizneslarni tizimlashtirish va avtomatlashtirish bilan shug'ullanaman. Bugun Google Sheet'da 20 ta formula darsliklarida qidiruv funksiyalarini ko'rib chiqamiz. Demak, qidiruv funksiyalari bizda xlookup, lookup, vlookup, index, filter, unique, ya'ni bu yerda bog'lash funksiyalari ham, ya'ni ma'lumotlarni tortib qidirish davomida bog'lab ko'proq ma'lumotni ham olib kelishadi. Birinchi ko'rib chiqamiz, biz vlookupni ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda jadval bor. Sotuvchilar mahsulotlar, ya'ni qaysi sotuvchi qaysi mahsulotni qanchaga sotgani haqida ma'lumot bor. Hozir shu jadvaldan sizlarga ma'lumotlarni qidirib, demak, ko'rsatib beraman. Birinchisi vlookup. Bu eng oddiysi hisoblanadi. Vlookup bu o'sha mana bu biz diapazon beramiz, mana so'rayotgan joyda. Birinchi o'rinda qidiriladigan ma'lumot, ya'ni mana biz qidiriladigan ma'lumotni yozamiz. Bu yerga 1 qilsak 1, 3 qilsak mana Hasan chiqadi. 5 qilsak Salim chiqadi. Demak, 1ni kirsak Ali chiqyapti. Ya'ni mana shu ma'lumot asosida vlookup mana bu diapazon so'rayapti. Mana kerakli diapazonni berganmiz. Birinchi ustunidan qidiradi. Ya'ni mana bu nima qiymat bo'lsa, o'sha diapazonni birinchi ustundan qidiradi. Va mana bu yerga esa qaysi birini qaytarish, o'sha qidirdi, topdi, mana bu qator topdi va qaysi ma'lumotni qaytarishni demak so'raydi. Bizda 1, 2, 3, 4 bo'lsa, ikkinchisi demak Ali chiqmoqda bizda. Agar bu joyga biz hozir 500 chiqadi. Agar 1, 2, 3, 4 ni belgilaydigan bo'lsak, bu yerga 500 chiqadi. Shuning uchun bu yerga 2 ni qo'yamiz, Ali chiqmoqda. Bu demak vlookup eng bir qidirishdagi oson funksiya hisoblanadi. Endi undan keyin esa bizda xlookup degan chiqqan. Xlookup bu kuchaytirilgan versiyasi hisoblanadi. Ya'ni biz bir nechta qiymatlarni birdan tortishimiz mumkin va agar topilmaydigan bo'lsa, bizni o'sha topilmadi yoki qanaqadir ma'lumot berish uchun bizni joy qoldirib ketishgan. Xlookup xuddi mana qidiriladigan keyni beramiz. Biz qidiradigan keyni beramiz. Ya'ni e'tibor bersangiz, bu joyda qaysi diapazondan qidirishigacha beryapmiz. Vlookup esa avtomatik birinchi ustundan qidirardi. Biz hozir mana birinchi demak qidiriladigan ustunni berdik. Endi o'sha ustun topilganda qaysidan qaytarish kerak, o'shani ham biz berishimiz mumkin bo'ladi. Va agar oxirida topilmasa, demak qanaqa qiymat qaytsin, topilmadi yozuvi chiqadi. Demak, hozir biz 6 ni beradigan bo'lsak, mana topilmadi, lekin mana vlookupga qaraydigan bo'lsak, xatolik chiqmoqda. Demak, biz to'g'ri bossak, mana hammada topyapti. Endi indeks ham xuddi o'sha qidirish imkoniyatini beradigan funksiya, ya'ni bu joyda mana birinchi o'sha qaysi joylardan demak qaytarishni nima deydi, qiymat qaytarishi bu yerda kiritiladi. Matchda esa biz nimani qayerdan qidiryapmiz, o'shani demak bizni berishimiz kerak bo'ladi. Bunda ham demak ko'rgan bo'lsangiz 65 yozsam, demak bunda ham imkoniyat yo'q. Agar topilmaydigan bo'lsa, o'sha nima qaytarish bo'yicha. Hop, biz to'g'ri qaytaramiz, 90 ga qaytamiz. Endi bu yerda filter funksiyasi bor. Filter funksiyasi ma'lumotlar turini filtrlab beradi. Biz aytyapmiz, mana diapazonni belgilayapmiz, ya'ni o'sha B13 dan demak E17 ga belgilayapmiz va mana bu D ustundagilar, mana shu qiymatlari fon bo'lganlarni tortib bersak, mana demak fonlarni alohida ajratib berdi. Endi bu joyda 5 ta ma'lumotda unchalik bilinmasligi mumkin, lekin juda katta ma'lumotlarda demak bu funksiyamiz bilinib qoladi. Endi bunaqa funksiyani bunaqa yozilmaydi. Mana bu yerda masalan yoziladigan qilishimiz mumkin. Ya'ni masalan fonni bu joyga yozamiz. Demak, fonni hozir yozamiz bu joyga. Mana fonni deb yozaman. Bu joyda tekstli qilmaymiz-da, qiymatli qilamiz. Mana fonni bersak, xuddi shu hech nima o'zgarmadi. Endi bu joyga laptop deb yozadigan bo'lsam, demak bizga filtrlab bermoqda. Juda katta ma'lumotlar bazasida xuddi shunaqa qilib, demak, qidirishimiz mumkin. Ya'ni filtrlashimiz mumkin bo'ladi ma'lumotlarni. Endi unique funksiyasi bu yerda demak D13 va D17 demak mana shu diapazon berib yuborilsa,
unikalniy, ya'ni o'sha qiymatlarni unikal qilib beradi. Bu ham bizga o'sha juda ko'p ma'lumot bo'ladigan holatida o'zi nechta ma'lumot bor, tagida nechta ma'lumot bor, juda ham ko'p takrorlanyapti, o'shani demak bilishimizga yordam beradi. Fon, laptop, tablet ekan demak. Bu joyda xuddi shunday unique, mana unique yozib, sotuvchilarni beradigan bo'lsak, demak bizda katta hajmdagi ma'lumotlarda o'sha unikalniy ma'lumotlarni filtrlab beradi. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Sahifamga obuna bo'ling. Google Sheet darsliklarini ko'rishda davom eting.